bo'lmaydi. Siz ham xohlaysiz xalq artisti bo'lishni. Xo'p, bo'ldingiz, men berdim sizga, nima qilasiz? Atingiz nima edi? Nozima, keyin nima qilasiz? Yashamayib, to'ylamay yurasizmi? Ijod qilish kerak, intilish kerak. Xalqni ichiga kirish kerak. Xalqni tarbiyasi siz bilan bizani qo'limizda, do'stlar. Agar mana shu fanning bosh maqsadi ham shu. Agar biz ta'lim bersak-da, bolalarimiz tartibsiz bo'lsa, intizomsiz bo'lsa, xulqsiz bo'lsa, unda bizning qo'shiqimiz, bizning hozir chalayotgan kuylarimizdan ma'no nima? Nima o'rganyapmiz? Nima desam 5 yil o'qiyapsizlar. Mana shuni tushuntirdilar. Har bir bor qishloqlarga, metroga tush, avtobusga tush, osvoli xalq artistiman deb to'ylardan odamlarni biletga pul yo'q, u boshqa narsa. Juda ham qattiq ta'sirlanadi. Juda katta men maktab oldim mana shu suhbatda. Shuning uchun men shuni sizlar bilan nima demoqchiman. Sizlar viloyatlarga borib mana shu viloyatda voqea shoshilish kerak emas. Hozir sizlarga berilgan imtiyoz bor-ku. Men kafolat beraman, butun dunyoda tarixda bo'ladi. 10 yil ishlagan odamga ham 100% ustama haqini o'qidinglarmi qarori? Masalan, Ya sizlar muzikansizlar, yo'q barakat topinglar. Hayotda, tarixda qolib bironta prezident ahli san'at bilan, ma'rifat bilan, adabiyot bilan o'tirib bundaqa suhbat bo'lmagan. 2 soatda taqdirlash, qolgani hammasi siz bilan muloqot. Aytyapti mana bugun men Nozima sizni eshitmayapti. Nima gapingiz bo'lsa, gapiring. To'g'ri o'tda ozgina qonunbuzarliklar bo'ldi san'atkorlarda. Ma'naviyatsizlik, madaniyatsizlik shunaqa ko'rsatib berishimiz kerak. Xalq artistlari, o'zi qo'lindan ulamolar, giroylar chiqib sharmanda qilmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, ya shu yerda qolsin. Hozir yetkazing. Bu juda menga ham ta'sir qildi. Mana shu ta'lim bu Dilbar nazari ham ikki tomonlama aytilyapti. Bu bitta tomon. Ikkinchisi, ya'ni nima haqida gapirmoqchi bo'layotganini sizlar bilmaysiz. Bu ilohiy bitta unaqa bor. Ikkinchisi, ko'zdan yiroq bo'lsa gapda. Ko'ngildan. Xuddi mana sizlar hozir zavushga keldinglar. Bir-biri bilan yana ham quchoqlashib, yana 3 oyga yo'qoldi. Mana shu 3 oy yana 6 oy bo'lsa, shu 6 oy 9 oy bo'lsa, shu 9 oy 12 oy bo'lsa, 1,5 2 yildan uchrasanglar, har nima bo'ladi? uzoqlashdi. Uzoqlashdi. Ha, ko'zdan uzoqlashgandan keyin mehr. Ko'ngildan ham uzoqlashdi. Shoir shunday aytmoqchi. Demak, bu ikkalasi bitta misra bo'ldi. Bu yerda ilm bor, ilm, ya'ni o'sha shariat ilmida aruz bor. Aruzda o'ziga yarasha vaznidan tashqari falsafasi. Ana shu falsafada harflar o'yini. Ya'ni undosh harflar bilan unli harflar. Mana shuni bir-biriga qo'shib ketishimiz kerak. Demak, biz nima qilamiz hofizda? Cholg'iga ham tegishli. Richakka ham, nayga ham, rubobga ham, dutorga ham, tamburga ham shtrixlar qarang. Uni ham ko'rsatib beraman buni ham. Yana menda nafas qoldi. Nafas qoldi. Endi yana qaytaramiz sizlarga. Men to'g'ri nafas olganligim uchun. Ya'ni vaqtimni xuddi baxt istinglarida nafas ham baxt. Hofizlikni eng go'zali nafasi. Agar nafas to'g'ri bo'lsa, ishi to'g'ri shaklda. Xonandaga ham ketish. Ram ram lam 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 sizlar qilasizlar. Yo'q, men ram deyman to'g'ri. Nimaga? O'tda usul keldi. Bu va changda ham ram 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 lam la 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 la. Çalması ham bu. Yolg'izlik uchun u chaladi.
Ansamblda chalmasa ham bo'ladi. G'ichak. Bitta g'ichakdan o'xshaydi. Na 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 kamonni chalishgan san'at borda. Bizda qanaqa kamonchilar na 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 mashitda. Bu kamon o'zi to'rga to'r. Yo mashitda o'zi mashitda ishlaydi. Bunaqa emas. Dutorda ham mana shu dutorchilar xafa bo'lmasin mana. Gapim bor yetkazmaydi, xafa bo'ladigan odam bor. Men turgan alimat bilan do'st turgan alimat bilan xuddi ustozim Fattaxon Mamadali bilan qanaqa tramvayda yurgan bo'lsam, turgan alimat bilan xuddi shunaqa. Keyin xudodan bir mashina berib, eski mashinani ta'mir qilib, keyin ustoz olib qo'yman desam, shunga qarab, ikkalamiz gaplashdik. Borib, birlik naqaga uylarga tashlab. Keyin yana ertasiga darslar kelsa qo'yib turadi. Chunki men gap shu odamning muxlisi. Bundan oldin bu insonga tanishtirgan kim menga? Adam, otam. Odamlar tanishtirgan. Shu uylariga olib kelib, men hali eslolmayman shu. Lekin juda katta majlis bo'lgan. Ustozi siraydilar, skripkalar. Avvalda yosh bola. Men endi kichkina bolaman, o'sha paytda. Alhamdulillah, 17 yosh, 16 yosh bolaman. Endi o'rtagi izdihomiyalar hammasi katta ularman, lekin men aniq bilaman kim o'tirgan. Lekin adam bilan. Adam bilan chunki adamlarning yonlari bilan. Ular bilan so'rashtirib, suhbatli bo'ldi. Keyin adamlar bilan ana o'rnidan Salohiddin qo'ydi. Salohiddin to'xtasin, ko'rishsin. Chunki adamlar akani ham qo'yganlar, Salohiddin akani nomiga mani qo'ygan. Men o'shanda g'alati bo'ldim, hayajon bor. Katta odamlar, men kichkinagina odam, juda bahaybatli odamlar ham bizlarning tilimizda gapirganda katta gigantlar. Men favqulodda kirib qolganman. Keyin mayli dedi. Mayli bir chalsin. Endi men o'shanda samoviy dugohni endi o'rganganman. Kechagina. Haligi skripkani berdilar, skripkani nima qo'lga o'tganini hali bilmayman. Bu juda qimmatbaho skripka. Shu bitta to'g'ri ekan. Men o'shani chalganman. Shu anani olib chalsinlar dedi. Endi mehmonlar, chalsin. Nima hammalarni eslolmayman. Shunda men to'g'ri, men g'ichak yurganman. Skripka o'sha paytda bilasizlar hammadan nasib. Hamma ham buni yoqasi ko'tarolmasdi. Hozir hamma g'ichakga tashlab